Assalomu alaykum aslzoda ko'rarmanlar. Bugun 2026-yil 7-mart sanasi hafta kuniga shanba. Qarab qarasa bir oylik ko'chatlarimizni issiqxona yopib joylashtirdik. Xudo xolasa endi birinchi suvlarni beryapmiz. Kimda qanday fikr bo'lsa, o'rtoqlashib kelishgan holda albatta chiroyli qilib mana shu bodinglarni kelajagini ham birga ko'ramiz xudo xolasa. Har kun imkoni bo'lgan paytda yangiliklar, qanaqangi agrotexnik tadbirlar bo'lsa, batafsil xudo xolasa yoritib o'tamiz qo'ldan kelganicha. Kimda qanday fikr bo'lsa o'rtoqlashamiz. Xudo xolasa yangiliklar bo'lsa baham ko'rib bir-birimizga yaxshilarimizni ilamiz. Alloh dehqonlarimizni kasbkoriga, xonadonlariga fayz barakot bersin. Yana bir eslatma, bizda issiqxonamiz bu faqat quyoshdan siydi. Ichkarisiga ikkinchi qavat termos plyonkasi tortilgan. Shuning uchun biroz salqin ko'rinishi mumkin. Xudo xolasa quyosh chiqqan kunlari yorug'lashib qoladi, yorug'lig'i yetarli bo'lib. Hozircha endi o'zi 4 kunlik yomg'irdan keyin mana quyoshni birinchi marta ko'ryapti ko'chatlar. O'shaning uchun ko'chatlarda ham sezilyapti bu holat. Ilohim yaratgan mohi Ramazonda so'raymiz hammamiz ham xonadonimizga, dehqonchilarimizga barakotini ziyoda qilib yog'dirsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.